zo'r chiqaradi. Beramiz sana to'g'rilash. Ha, ko'rib chiqinglar mana. Xo'p. Ko'pchilik so'raydi, qanaqa kachani to'g'rilashimiz kerak. Bu yerda o'zi to'g'ri kachasi bor, uni o'zi effektlari bor. Effektni to'g'ri to'g'rilagan bo'lsak, sifati ham zo'r chiqaradi. Yana bu yoqni hozir aytib Xo'p, qanaqa qilamiz? Nastroy kirib ichidan to'g'rilasa ham bo'ladi, ovozlardan to'g'rilasa ham bo'ladi. Yo'q-ida. Mana misol uchun ovozini baland-past qo'ygan paytimizda bu tikilsa ovozlari, bunisi effektlari. Effektga kiramiz. Xo'p, birinchisi. Xo'p, pastroq qo'yaylik birinchi. Birinchisi, mashina to'liq mashinadan chiqarsin. Keyingisi, oldi tomondan chiqarsin. Oldin chiqargan bo'lsa, oldin chiqadi, orqa kalonka ishlamayapti. Xo'p, orqadan chiqarsin. Buni so'raydiganimiz, bunda o'zimiz kirib nastroy kirib turib, ichida alohida to'g'rilashimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun bu endi o'zimiz kiramiz, o'zimizga yoqqan misol uchun kachisalarni ko'tarishimiz uchun baslar kimga qanaqa yoqadi, bu o'zimiz uchun to'g'rilashimiz mumkin bo'ladi. Sal qiyinroq lekin buniki. O'sha eng yaxshisi, mana bu undan ko'ra o'pshiga bosib turib, mana bu yerdan kachani tanlaganimiz yaxshiroq. Bu yerda bizni o'pshini bosib qo'ydik, butun, ya'ni ko'ramiz, butun mashinadan hamma yoqdan chiqyapti mashina. Ya'ni oldidan orqadan chiqyapti. Keyingisi, mana busi bu hozir buni ham eshitib ko'ramiz. Bu обычный rejim, lekin sifati yaxshi chiqaradi bunda ham. Bundan ham baland chiqargan bunisi bas qo'shadi bunda. Bu kichkina bas deymiz, bizlar hozir tilayotganda kichkina bas rejimi. Keyingisi kondensator rejimi. Bunda o'sha eho bilan qo'shib, zalga o'xshab, teatrga o'xshab chiqarib beradi. Bunisi ham zo'r variantdan bittasi. Keyingisi katta bas rejimi. Kimni shunaqa ashulani basli eshitish yoqtiradigan bo'lsa, buni yoqib qo'yishimiz mumkin. Bu dinamический deymiz. Dinamическийda basni shu berganda ana brr qilib chiqarib beradi, shunaqa yoyib basni yoyib chiqarib beradi bunisi. Eng yaxshilardan bittasi mana shu kichkina bas rejimi va kondensator rejimi. Ko'pchilik kondensatorni yoqtirganlar ham bor, yoqtirmaganlar ham bor. Qo'yib qo'ysangiz zalga, ya'ni yaxshi variantdan bittasi yokida kichkina bas rejimi, baslarni zo'r chiqarib beradi. Keyingisi mana bu yerda bizda o'sha aytamiz, ana klassik, rock boshqa deymiz. Eng yaxshisidan bittasi 4-inchi qo'yib qo'yiladi. Mana 4-inchisida klassik. Mana bu yerda o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Endi men o'zim har xilga qo'yib ko'rganman, lekin o'sha o'zimga ham yoqqan, juda ko'pchilik yoqqan variantdan aytadi. Mana 4-inchisi klassik bo'ladi. Buni xitoychada ham, ruschada ham, mana programmamiz ruscha bo'lsa ham, xitoycha bo'lsa ham 4-inchi turibdi. Hech qanaqangi farq o'zgarmaydi bunda. Mana shu 4-inchi qo'yib qo'ysa yaxshiroq bo'ladi. Shu asosiy narsa shundan bittasi. Mana hozir bunda imtihon baland qilamiz, eshitib ko'ramiz. Farqi bilinadimi, bilmayman, lekin bu yerda eshitayotgan odamga rostligasin bilinadi. Ha, baland qilamiz. Oddiysi bu. Mana bilayotgan bo'lsa, bunda bas qo'shyapti o'sha. Ozgina bas qo'shgan, kachisi zo'r. Keyingisi kondensator rejimimiz. Kondensator rejimimizda ham o'shunaqa. Buni endi sal eho qo'shadi, hozir. Sal o'tib boraman shularni. Atrofimizda xuddi rostligasi jivoy bo'layotgan o'ynayapti. Ikki yana qiziq narsadan bittasi, misol kino multfilm ko'ramiz ertaga. Kino multfilm ko'rayotganimizda agar mana shu zal turadigan bo'lsa, shu zal rejimida atrofimizda yurg'izadi anaqasida. Misol uchun bu restoran ayniqsa ko'proq yaxshiroq bilinadi, yoki stol oltimizda ham, orqa o'rindiqlarda ham juda ham yaxshi bilinadi. Mana shu zalga qo'yib qo'ygan bo'lsa, kino ko'ramiz, multfilm ko'ramiz, ana shu eshitamiz hamma. Bir yoqdan, bir bu yoqdan chiqib turib, akustika, живой akustika, живой stereo deymiz, ya'ni atrofimizda aylantirib yurg'izadi. Mana hozir buni ham eshitib ko'ramiz. Bu katta bas rejimi. Kimga qanaqa eshitdi bilmayman, lekin maslahat bergan bo'lardim, o'zingiz uchun har xil rejimni to'g'rilab qo'yib o'qinglar. Eng asosiy narsadan bittasi shuni e'tiborga olish kerak. Bluetoothda nisbatan baland chiqaradi. Yoki misol uchun deylik, programma yozilgan shu mashinangizni Google Play'dan eshityapsiz misol uchun deylik, misol uchun o'sha Yandex Music'dan eshityapsiz deylik. Yandex Music'dan nisbatan yaxshiroq chiqaradi. Telefonning Bluetoothdan ham yaxshi chiqaradi, lekin YouTube'dan ishladigan bo'lsa, YouTube'ning sifati nisbatan pastroq bo'ladi. O'shaning uchun o'tdan ko'tarib qo'yish yo'q. Kirganingda bu nastroyka degan joy turadi. Nastroykani bosganimizda o'tda kachisi degan joy bor. Kachisini maksimal ko'tarib qo'yish kerak. Imkon darajada. Ko'pchilik eng pastda bo'ladi. O'sha trafik past bo'lgan hisobiga kachisi sifati bas chiqadi. O'zimizda ham mana misol Yandex Music'ni ham hozir o'zimga to'g'rilab qo'ydim. Mana sirazi ko'pchilik ishladi Yandex Music'dan.
o'shancha etkitaman sразу mana. Nastroy kirganimizda ko'rib ketaylik mana. Bu yerda katta звук turibdi. Mana. Avtomatik turadi ko'pchilikda yoki ekonom turadi. Mana hozir prevosходный qo'yib qo'ygan bo'lsak, baland chiqadi yoki mana shu avtomatdan ham yaxshi chiqaradi. Agar misol uchun internetda past bo'ladigan bo'lsa, pastroq chiqarib qolishi mumkin bo'ladi. Lekin mana prevosходный qo'yib qo'ygan bo'lsak, bunday sifatda juda ham yaxshi chiqarib beradi. Asosiy narsa shundan iborat. Bluetoothni eshitib ko'ramiz. Sifat bunaqasiga to'g'rilab ko'ringlar. YouTube ham eshitib ko'ring. YouTube bilan lekin обязательно mana shu narsani ko'tarib qo'yish esdan chiqmasin. Ko'tarib qo'yganimizda sifat yaxshi chiqadi. Juda ko'pchilik mana shu nastroykani noto'g'ri to'g'irlashgan hisobiga, zavodskiy nastroyka yurgan hisobiga juda ko'pchilik menga telefon qilib, sifati past chiqyapti ovozi. Yaqinda o'zimizdan qiziq bo'lgan holat. Instagramdan ham yaqin aytdim. Okamiz o'tirdilar mashinaga de, nimaga buni sifati past o'tdilar-da? Oka, sifati zo'rmi? Zo'r chiqaveradi desam, kalam sotib oldim 200 dollarga, qizim urush berdi, adajon sifati past chiqyapti-yu deb arada o'qib qoldim. 200 dollar kalam sotib oldim. Qarang, to'g'rilab boqing-da, to'g'ri nastroykani to'g'rilab berdim. Voy, gap yo'q, yaxshidan ko'rib qolman, sizni xursand bo'lib ketdilar, oka. Shunaqa, agar nastroykani to'g'rilaydigan bo'lsak, cho'tka olib beradigan bo'lsak, xudo xolasa, sifati ham zo'r chiqaradi, o'zimiz ham kim nima eshitadi? Kimdir ashula eshitar, kimdir Qur'on eshitar misol uchun deylik, yoki kino ko'rar, multfilm ko'rar, bolachaga multfilm qo'yib beramiz. Agar sifat akustikasi zo'r chiqarib beradigan bo'lsa, o'shanda maza qilib eshitasiz o'zingiz ham. O'shani to'g'ri-to'g'rilab qo'yish kerak. Nastroykani ko'rsatib berdik, xudo xolasa. Yana qanaqa ma'lumotlar bo'lsa, kommentariy yozsanglar, imkon darajada harakat qilamiz tushuntirib berishga, yoki bizning telefon raqamlarimiz bor, telefon raqamlarimizga Telegramimizdan yoz dumaloqli video tashlab berasiz. Men bunaqa qilmayman, noto'g'ri bo'lsa tushunmayman desangiz, imkon darajada harakat qilamiz, yordam berishga, javob berishga harakat qilamiz. Salomat bo'lamiz. Bizani yo'qotib qo'ymas uchun podpiskani bosib qo'yish esdan chiqmasin. O'rtoqlarga ham yorib qo'yinglar. Men bizni ko'ryapmiz, boshqa kanallarni ko'pini ko'ryapmiz. Juda ko'pchilik qiynalyapti, odamlar so'rashyapti. Qanaqa to'g'rilasa nastroykasini qanaqa to'g'rilasa bo'ladi yoki boshqa nastroykalarni ham bizning Instagramimizda aktiv, faol, juda ko'p videolarni qo'yganmiz. Bemalol ko'rsanglar bo'ladi. O'tdan ham yo'kida mana YouTube'da ko'ryapsizlar. YouTube'da inson videolarni bemalol cho'zib, bemalol gapirish mumkin bo'lgan hisobiga bemalol gapiryapmiz. Bemalol katta videolar qo'yish mumkin bo'lyapti. Instagramda imkon bo'lmayapti o'sha. Boshqalarni qo'shib qo'yish, boshqalarga yorib qo'yish tavsiya qilish esdan chiqib qolmasin. Salomat bo'lamiz. Ketdik.